Ana o'sha ayol majunimiz, nafis majuni. Shunda qo'shilgan, xelba qo'shilgan, xelba и uzumurug' dedik-ku. Unda fitoestrogen bor, fitoprogesteron bor. Endi xelba o'sha ayollar gormonini ko'paytiradi. Yana 35 xil murakkab majun u ham. Ayollardagi o'sha klimaks paytida, keyin menopauza paytida o'sha gormonlar o'ynab ketadi. Ana o'sha payt ichsa, fitoestrogen ichsa, ya'ni estrogenni to'ldiradi-da. Ularda ham sochidan tortib tirnog'igacha bo'lgan, ya'ni hammasi hisob-kitob olingan. Sochlarini oqarganlar bo'lsa qoraytiradi, ya'ni baquvvatlashtiradi tomirlarni, miyani tinchlantiradi. Asab tinchlantiradi. Ko'p ayollar o'zi balg'am mijoz bo'ladi. Balg'am mijoz degani sovuq mijoz. Ko'p kasalliklar sovuqdan bo'ladi. O'sha safro tiqilib qoladi ularda ko'proq. Bu o'shani safro haydaydi ayol majunimiz. Ko'p balg'am mijozdan bo'lgan kasalliklarni ham qizdirib davolaydi-da, ya'ni ayollarning pochkasini. Bachadonni ham qizdirib davolaydi. Bundagi o'sha zarchava, bundagi o'sha kristal xindiylar o'sha miomalarni, kistalarni quritib tashlaydi o'zi, poliplarni. Endi bu 3 kun ichganda bo'lib qolmaydi bu, endi gormonal dori emas bu. Bu endi tabiiy dori. O'sha hammasi ayollarda lanchlik, o'sha betoqatlik, charchoq, ish qila olmayapman deganlar quvvat beradi. Buni shu bir oy ichganda to'liq biladi. Nechtasi kelib yetib ketyapti-yu. Shu 35 xil giyohlar, asal bilan 36 xil bo'ladi. Murakkab tarkibi ham.